Leşimizin devamı, hürmetli vatandaş. Bugün çislak 2024 yıl 8. ayının 11. günü haftaga yakshanba vatandaşlar. Endilikçe haberimiz qaraymiz. Dördüncüsü mütügüdü, ikisi endime beşincisi. Buna dikkat kılın, vatandaş ahir nemlidik. Xi Jinping ve Xi Jinping münasebetlik partiye matbuatlarının inkası söz yok. Hazır Xi Jinping bu yığında BDH'de vazife topşurdu. Bu hazır destek kademde baş olup çıkışka, aşkarı olup çıkıvatkan, cemiyet çıkıvatkan yer. Deki matbuatlarda emas. Kaçan ahırlışı da. BDH yığını kaçan ahırlışı da. Şunun içinde birisi görünüş asıl kılganda ahırlışı da. Mesela yetti daimi hayatın biri görünüş asıl kılıp oturğu çıksa da BDH yığını ahırlaşkan buludu deydi ma. Tertip bu için, nazik tertipler bu için. Ne pozluk erbab gavye. Bu ayal kişi esli ne çıkıtım uçuğu dalgan, ne çıkıtım tenkitlengen hatta bu kişini nazarband qilib qo'ygan ishidi ki azod qilib o'tgan xalqaro jamiyatning besim bilan bo'lib bu Amerika Qo'shma Shtatlarining besim orqali hozir tinch aman o'xshaydi bu ayol Gauye degan ayol. Gauye mundaq hisobladi. Axborotchi odam emasdi. Haya. Axborotchi ayol. Bu yil haqiqatan g'ayri bir yil bo'ldi. Davlat ishida va teshida o'sak so'zda yamrab ketganligi uchunla emas. Belki 3. umum yığından keyin BDH yığında eçilgan yığın BDH'de eçilgan yığının uzarab ketganligi meselesi de. Baş cümleye dikkat kılın vatandaş. 3. umum yığın eçildi. Tünügün eçildi 7. ayının 15. günü. Hoş, mesele 3. umum yığında hal buluş gerek. Zaten kandak mesele olsa şu yığında hal buluş gerek. Hal bolmay o BDH yığını taşlap koyusu. BDH yığını bu demeliş. Ameliyatı demeliş. BDH yığını taşlap koyulgan bolsa, 3. umum yığından BDH yığınıgacha sörlep kelivatkan meselesi zaten neme. Ama 3. umum yığından keyin BDH'de eçilgan yığının uzurap ketkenligi meselesidir. 3. umum yığında hal kılınmagan yoki hal kılalmaydigan neme çoğun iş var idi? Sual kattı koyuluptu vatandaş. 3. umum yığın kaçan eçildi? 7. ayının 15. günü başlandı. 18. günü geçildi. 3. umum yığın Cungu'da eçilişten burun halkara cemiyeti neymiş yüzmedi? Yere karaylı. 6. ayının 12. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi, Avam Palata ve Kengash Palata Tibet meselesini hal qilishning ilgari surish qonun loyihasi ma'qul. 6. ayının 18. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi nopozliq erbab Michael McConnell shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palataning sobiq boshlig'i Nancy Pelosi xonimla Davlat Majlisining vakillar umigini tashkillab Hindistonga berib Hindistonning shimolidagi Dharamsalada turishliq Tibet sargardon hukumati va Tibet sargardonlarining musofirxonasiga berib Dalay Lama bilan ko'rishdi. Shundaqla ma'qullagan qonun Dalay Lamaning qo'liga topshirdi vatandaş. 6. ayının 12. günü, 6. ayının 18. günü aralıq 6 gün. Endikileyli 6. ayının 18'i ketdi deyli, 6. ayının 12. günüden 7. ayının 12. günü tamam bir ay vakit ketdi. 7. ayının 12. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'yib, bu qonun rasmiy qonunga aylantirdi. Vatandaşım, bu qonun rasmiy qonunga aylantirdi. Dalay Lama 6. ayının 23. günü Amerika New York şehri geldi. 7. ayının 23. günü Dalay Lama New York şehrinden ayrıldı.
Qayerda hozir? Balki Amerika Qo'shma Shtatlar demilyapti. Bu to'g'rida qayta xabar chiqmadi. Biz mush jarayonlarni shuna qo'yib turaylik. Biz bir ikki yig'inning o'tirisiga vaqt aralig'ini tanishib boqaylik. 7-oyning 12-kungi kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Tibet masalasini ilgari surish, Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonuniga imzo qo'ydi. 7-oyning 15-kuni 3 kundan keyin 7-oyning 15-kuni umumiy yig'in boshlandi. Jungoning 3-umumiy yig'ini boshlandi. Jungoning 3-umumiy yig'inida mushu masala o'tirib qo'yilmasligi mumkinmi vatandosh? Jungo echayotgan 3-umumiy yig'inda Dalay Lama va Tibet masalasi o'tirib qo'yilmasligi mumkinmi vatandosh? Bir vaqtlarda hodisa siyosat kishilik huquq saviyasida tekshirligida ketayotgan Tibet masalasi tuyuqsizda Prezident Joe Bidenning imzo qo'yishi orqali qonunga aylanib, o'z taqdirini o'zi belgilashdan iborat xalqaro qonunlarning o'lchami bilan bu qonun tasdiqlangandan keyin dal shu xalqaro qonunlarga imzo qo'ygan Jungo Kompartiyasi bugungi kunda mush yerga yetib kelganda 3 kundan keyin ochilgan 3-umumiy yig'inda Tibet masalasi va Prezident Joe Biden imzo qo'ygan qonun masalasini 3-umumiy yig'in muhokama qilmaydi, munozara qilmaydi deb aytalamsiz vatandosh. Demak, hozir bu yerda Gavi xonim nima deydi? Shu umumiy yig'inda hal qila olmaydigan nima masala bordi? Nemishki bu masala BDX yig'iniga yetkilib keldi. Arliqda endi ko'rdingiz mana. Mushu arliqda 7-oyning 15-kuni 3-umumiy yig'in boshlangan mushu arliqda 7-oyning 29-kuni g'ilpol paydo bo'lgan Rais Xi Jinping 8-oyning 1-kunidan boshlab masalan Su Shaoxuaning aytishicha 8-oyning 1-kuni atrofida bu olamdan katta degan Rais Xi Jinping voqealari kayni-kaynidan o'ttirg'i chiqib, bugun 8-oyning 10-kuni Jungo Kompartiyasi armiyasining Ozodlik armiya gazeti Jefang Junbo Rais Xi Jinpingni ismini atamay yuqorida tanqid qildi vatandosh. Bu yerda aytayotgan ilmiy usulda siyosat belgilash, demokratik usulda siyosat belgilash, qonun bo'yicha siyosat belgilash. Bu yerda demokratik usulda qonun belgilash degan demokratik va demokratiya degan mushu hukmni bilib oling. Biz bu hukmga ta'bir beraylik. Bu ta'bir qandoq? Bu hukmning mazmuni nima vatandosh? Nima demokratiya degan? Manfaat to'qinishi va manfaat to'qinishi jarayoni. Manfaat to'qinishi va manfaat to'qinishi jarayonida o'ttirg'i chiqadigan prinsiplik siyosiy hukmdir. Tushundingizmi? Bu yerda buning falsafiy ta'biri mana shunday. Manfaat to'qinishi, mayli partiya guruhlar o'ttirisiga manfaat to'qinishi, mayli fuqarolar bilan hukumat o'ttirisiga manfaat to'qinishi, mayli bir millat hukmronligi ostida yashayotgan, ya'ni milliy hukmronlik ostida yashayotgan Tibet Uyg'urlar, Tibet bilan Xitoylar, Uyg'urlar bilan Xitoylar o'ttirisiga manfaat to'qinishi, dal mushu to'qinishni hal qilish uchun kerak bo'lgan bir prinsip demokratik prinsipdir. Men gapimni qilaman, sen gapingni qilasan. Sening manfaating qayerda, mening manfaatim qayerda? Ko'chman Xitoylar Uyg'uriston ko'chib keldi, yer bilan suvni tortib oldi. Uyg'urning qo'lidan Uyg'urga xos bo'lgan, Uyg'urga taba bo'lgan yer zaminning huquqini va shu yer zaminni sug'urib u yerdan usul elib, boylik elib, o'zining turmush yo'lini qomdashdi. Mush huquqlarni Xitoy tortib oldi. Bu bir jarayon. Bu jarayonda Uyg'ur bir og'iz gap qilaligini yo'q. Bugungi demokratik prinsip shu gap qilish prinsipini izlaydigan prinsipdir. Vatandosh. Endi hozir biz dedik, yig'inchoqlab kelaylik.
BDH yığını ve onundan burun 7. ayının 15. gün açılgan 3. umumi yığın. Bu 3. umumi yığından keyin yana 7. ayının 30. günü partiya merkezi komiteti daimi heyetler yığını açıldı. Merkezi komitet siyasi büronun yığını açıldı. O yığında neme değildi? Nemeler karar kılındı? 3. umumi yığındaki mezmunlar tekrarlandı mı? BDH'de açıldıgan yığınga mavzular tayyorlandı mı? Moşu jarayan keldi. Endi siz görüp turupsiz mana vatandaş. 8. ayının 10. günü Cungo Azatlık Armiyasının gazeti Cephan Jumbo Cungo'nun reisi, belki moşu armiyanın kumandanı, Harbi İşler Komitetinin reisi Xi Jinping'ni ötkürü sözler bilen ve hukumlaşkan siyasi ibarlar bilen tanqid qildi. Bu yerda nima ish yuz berdi? Qisqa xabarda davomi. Harbiy taraf Xi Jinping'ning tamdaki suratlarini ilib etdi. Azatlık Armiya gazeti Cephan Jumbo Xi Jinping'ni qattiq tanqid qildi. Biz yuqorida so'zlagan maqola qartilgan. Cungo'nun yuqori qatlam rahbarligi qayta tashkillandi. Dunyoga nazar Chimpokong 8. ayning 11. kuni YouTube. Cungo Merkezi televiziya stansiyasi Xi Jinping'ning tarixiy o'rnini avval bekitdi. Özlük dairesida inqilob qiladigan inqilobchi. Beijing tuzilma ichidagi kishilar tushundirib bu gapni Beijingda tuzilma ichidagi kishilar tushundirib bundaq dedi. Bu belgilar Xi Jinpingning o'zligidan iste'fo berganligining bishorati. Chunki Kompartiyasi yana bir qatam huquqni tinch yo'l bilan o'tkazib berish, o'tkazib elishni ishga oshirdi. Katta gap bu. Demek hozir Markaziy komitet saylanib bo'ldi. Rais sekretar saylanib bo'ldi, lekin svoturga chiqmadi, chiqyapti to'liq emas. Saylanib bo'ldi degan gap, hozir Rais Xi Jinping bo'lib turgan bu kishi o'zining qo'lidagi barliq huquqni ikkinchi tarafga o'tkazib berdi degan gap vatandosh. O'tkazib berdi degan gap vatandosh. Bu obzor kim? Sushavxi. 8. ayının 11. günü YouTube. Moşa xabar mı? Sushavxining xabari. Endi yana bir xabar. Harbiy taraf har darajali generallar muddaonoma e'lon qildi. Bengal amaldorlarining hammasi ko'rik bashi istiqomida darg'a isilgandek. Xi Jinpingning amaldorlari darg'a isilib xalqqa namoyish qilinishi kerak. Barliq harbiy amaldorlar bu fikrni, bu muddao nomini qo'lladi. Zor qirg'in qilish yetib kelamdi. Obzor Sushavxi 8. ayning 11. kuni YouTube. Yana bir xabar. 8. ayning 11. kuni odatdan tashqari bir kun bo'ldi. 71 yoshli Xi Jinpingning o'lgan bo'lsa o'liki yo'q, tirik bo'lsa tiriki yo'q. 74 yoshli harbiy kishi Zhang Yusha haqiqatni amaliyotdan izlash jurnalida imzoliq maqola e'lon qilib, har qaysi bagliklarga yoki yorlik hokimiyatlarga buyruq e'lon qilib mundaq dedi. Hozir Cungo Kompartiyasi vaziyatni muqimlashtiradigan eng halqiliq paytdir. Obzor Sushavxi 8. ayning 11. kuni. Ciddi ishlar bu bizda vatqa ishlarni sizlar biz ko'ryapmiz hozir mamlakat Xitoy ko'rib bo'ldi-da. Xitoy fuqarolar bilib bo'ldi-da, buningda xabar tep bo'ldi-da. Shunlashqa hozir Harbiy ishlar komitetining raisi bo'lib yangidan tayinlangan general Zhang Yusha nima deydi? Hozirgi paytda Cungo Kompartiyasining oldidagi birdan bir vazifa tinchlik.
Yani muqimlik başlayayım dedik, huquqni tinch yo'lda o'tkazib berdi dedik, shunami? Tinchlik. Mana shu gapning o'zi hozir tinchlik. Ya'ni muqimlik alqiliq paytdir deydi Janvisha general. Shuni mana aytar, saqlab oldim, ulguramadim vaqtga. Saqlaqliq mushu kunda balki bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Washingtondan Beijingga uchadigan bevosita aeroplanni bekor qildi. Aviatsiya aeroplanini bekor qildi. Uchishini bekor qildi. Tuyuqsizlar. Endi hozir saqlab qo'ydim, endi isbotlab ata qanday keldi xabar. Shuning shuningga qarab, endi sizlarga yetkazamiz bu xabarlardan. Bugungi leksiyalarimizda xulosa chiqarsak bir jumla 8-oyning oxirigacha Jungoda zo'r o'zgarish bo'ladi degan edi. Bugun Jungoning ozodlik armiya Jefan Jumbo yuqorqi 3 maslak, 3 xil siyosiy iborani o'ttirib qo'ydi. Haqiqatan Jungoda mush 8-oyning oxirigacha zo'r o'zgarish bo'ladiganligidan signal berdi.